Iye, dardlaringizni ayting. Dardlarni gapiradigan xona ekan-da bu shunda. Hammaga salom. Men bundan 10 yilcha oldin juda katta tadbirkor edim. Pullarim ko'p edi, umuman puldan muammo yo'q edi. Lekin birdan kompaniyalarim aksiyalari tushib ketib, bankrotga uchradim. Yurak xurujini o'tkazdim, sindim. Lekin o'zimda kuch topib, o'zimni omadli ekanligimga ishontirib, mana yaqinda bankdan juda katta miqdorda kredit olib, 100 ta avtomobilga to'lov qilib yubordim. Ular hozir Amerikadan yetib kelyapti. Mana eslaganimizda qo'ng'iroq qilib qolishdi. Yaqinlashib qolishgan shekilli. Allo, aka, yaxshimisiz? Hamma mashinalaringiz Tinch okeaniga cho'kib ketdi. 23-iyun kuni haqiqatdan ham bortida 3000 ta avtomobilni olib ketayotgan Morning Midas nomli kema cho'kib ketdi. Kema cho'kishidan oldin 3 hafta davomida yongan. Noqulay ob-havo sharoiti va yong'in kemani 3 hafta ichida butunlay suv ostiga g'arq qildi. Aytishlaricha, cho'kib ketgan 3000 ta avtomobil Cherry hamda Great Wall Motors kompaniyalariga tegishli. Tinch okeanidan shu kecha kunduzda notinch bo'lib turgan Parijga yuzlanamiz. U yerga dahshatli dovul yopirildi. Atigi 20 daqiqada Fransiya poytaxtidagi havo harorati 11 darajaga pasaydi. Dovul sababli hamma joyni quyuq tuman qoplagan. 100 km/soatdan ortiq tezlikdagi shamol o'nlab daraxtlarni ildizi bilan sug'urib tashlamoqda. Voqea oqibatida 2 kishi vafot etdi. 100 mingdan ortiq odamlar elektr ta'minotisiz qoldi. Metro stansiyalari faoliyati to'xtatildi. Hozir esa dovuldan keyingi tiklanish ishlari olib borilmoqda. Muhabbatda janjallar uchrab turgani singari, Muhabbat shahrida ham mana shunday ko'ngilsiz voqeliklar kuzatilib turadi. Hozirgi vaqtda tinchgina tunash imkoniyati bor bo'lgan maskanlar bu eng baxtli insonlar yashaydigan yurtlardir. Baxtlilar, o'zingizni ehtiyot qiling. Dunyo maydonidagi yangiliklar bilan ko'rishguncha.